Assalomu alaykum hammaga. Demak, darslarimizda davom etamiz. Demak, bu ikkinchi darsimiz. Oldin birinchi qismdan chiqargandek gematopoiez mavzusini o'tgandik, oldin gaplashgandik. Ya'ni hamma qon hujayralari hosil bo'lishi. Demak, buni yuqoridagi video havolasini qo'yib qo'yamiz. Unda ko'rsatilgan bo'ladi. Birinchi qism bu, ikkinchi qism demak. Ya'ni bunda hamma qon hujayralarini hosil bo'lishini gaplashgan bo'lsak, endi funksiyasini, ya'ni ular nima vazifa bajarishini gaplashamiz ekan. Demak, biroz eslab olasiz, multipotent stem cell bo'ladi. Hamma qon hujayralari dastlabki mieloid o'zak hujayralar, limfoiddan limfositlar, T, B, plazma sell. Demak, limfositlar rivojlanadi. O'zlaridan mieloid stem celllar qizil qon hujayralari, trombositlar, eozinofil, bazofil, neytrofil, makrofag. Demak, mana sizlar rivojlanganini gaplashib oldik. Demak, hozir biroz gaplashamiz. Shuning uchun yana takrorlab o'tib ketamiz. Demak, neytrofillar voyaga yetmagan sekundaris bu band. Ya'ni tayoqcha simon hujayralar bo'ladi. Demak, bu voyaga yetgan, neytrofil bo'lsa voyaga yetmagani. Demak, bandlar qachon chiqadi desa, infeksiyada demak bandlar nima bo'ladi? Qonga chiqib ketadi. Demak, buni hozir gaplashamiz. Demak, bo'lmasa ham ketdik. Birinchi demak neytrofillar haqida gaplashamiz. Neytrofillar bu o'tkir yallig'lanish hujayralari, ya'ni o'tkir yallig'lanishda namoyon bo'ladi ko'proq. Bularda asosan nima qiladi deganda, fagositik qiladi, ya'ni yutadi. Zararlangan hujayralarni nima qiladi? Yutadi moddalar. Demak, o'z navbatda yadrosiga ega bo'ladi. 3 tadan 5 tagacha yadroga ega, 6 tagacha mana neytrofillar. Ya'ni segment simon yadroli neytrofillar. Ya'ni bo'laklar bor. 3 tadan 6 tagacha. Demak, tarkibida mana ko'rayotganinizlar bular o'zi granulositlar ham deyiladi. Mana granulosit nimaga siz ko'rayotganingizdek mana bu yerda granular nuqta-nuqtalar bor. Bu granulalar. Demak, bu tarkibida turli xil granulalar bor. Ularning ichida nima bor deganda, alkalin fosfataza, kollagenaza, lizosomal fermentlari, laktoferin. O'z navbatda bundan tashqari proteinazalar, atsid fosfataza, mieloperoksidaza, ya'ni azofillik granular deyapti lizosom tarkibida. Ya'ni mana bu granullarning tarkibida. Demak, maxsus granular tarkibida nima borligini gaplashdik. Endi azofillik, ya'ni lizosomal granularlar ichida nima borligini gaplashyapmiz. Beta glukovinaza. Demak, bularda hammasi 100% bilishlar shartmi? Yo'q. Sizlar bilishlarga nima? Tarkibida proteinaza, mieloperoksidaza bularning hammasining funksiyasi nima deyilsa, bakteriyani, ya'ni o'sha yallanishga keltirib chiqqan narsani nima qilish? Parchalash. Mana masalan mieloperoksidaza beryapti, yo'qolsam proteinaza oqsillarni o'sha yallanishga keltirib chiqadigan bakteriyani masalan nima qilish? Parchalash, eritib yuborish hammasining vazifasi. Shuni bilish kerak. Demak, yallig'lanish holatida o'z misol uchun bakterial infeksiyada neytrofiliya bo'ladi, neytrofil oshadi. Demak, ba'zi exceptionlar bor, ya'ni neytrofilga chaqirmaydiganlar ham mavjud. Biz odatiy holda aytamiz. Demak, bakterial infeksiyada neytrofiliya bo'ladi o'z navbatda. O'z navbatda neytrofillarda morfologiyasi o'zgaradi. Misol uchun left shift, chapga siljish bo'ladi. Left shift nima deyilsa, left shift o'z navbatda chapga siljish bu neytrofillarda prekursorini. Ya'ni biz voyaga yetgan neytrofil qonda bordi. Endi uni nima hosil qilyapti? Sekundaga band hosil qilyapti. Endi qonga o'z navbatda nima bo'ladi? Bandlar ham chiqishni boshlaydi. Demak, bu chapga siljish nima ekanligini tushunib oldik. Masalan, bandlar metamelositlar periferal qonda ko'ramiz. Bu o'z navbatda nimani yallig'lanishni bildirish mumkin yoki Chronic myelogenous leukemia, ya'ni turli xil leukemiyalarda ham bildirishi mumkin ekan. Bizdan so'ng yallig'lanish holatida ham chapga siljish bo'ladi. Ya'ni mieloid hujayralar ko'payishini nazarda tutyapmiz. O'z navbatda toksik granularni o'z ichiga olish mumkin. Masalan, qora ko'k hamda nima? Koz granular, ya'ni yirik granularni o'z ichiga oladi. Qachon yallig'lanishda? Chunki yallig'lanishga nisbatan reaksiya beryapti bu. Shundan so'ng granular kuchayadi. Sabab o'sha bakteriyani tugatish.
Doxli bodies ko'rishimiz mumkin ekan. Bu nima desak, yorqin ko'k, blue ko'k bo'ladimi? Yorqin ko'k. Hamda peripheral inclusion, peripheralda turli inclusionlar bor, ya'ni inclusion botiqlar. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, nisbatan to'qroq qora blue rangda bo'lyapti o'z navbatda. Bu nima bildiryapti o'z navbatda? Doxli bodies tanachalari hamda sitoplazmatik vakulalar mana. Demak, segmentlari katta, yorqin qora rangdagi, demak, hujayralar. Bular unchalik bizga muhim emas. Bu hammasi yig'ilishni bildiradigan jarayon ekan. Demak, bizda neytrofillar qayerga boradi va qachon boradi? Masalan, tomog'ida infeksiyalar o'shaga neytrofillar keladimi? Ha. Buni kelishiga nima sabab bor? Neytrofillar o'z navbatda neytrofillarni chaqiradigan moddalar yoki hujayralar yoki fermentlar nimasi? Neytrofillar chaqiradigan agentlar bu hemotaktik agentlar deydi. Ya'ni hemotaksis degan neytrofillar bitta joyga to'plash. Masalan, komplementar sistemada C5A yoki interleykin 8, lekotrin B4, lekotrinlarda prekursor bular bor joyda o'z navbatida nima bo'ladi? Neytrofillar shu joyga to'plandi. Bu o'z navbatida nima degani? Bu hemotaksis degani. Demak, bularni yodlash kerak. Bu yodlash kerak bo'lgan joylar C5A, interleykin 8, lekotrin B4, kalkrin. Bular muhim emas. Platelet activation factor bu ham muhim emas. Kesdik ham tushadi. N-formyl metianin, ya'ni bakterial protein. Bakteriya bo'lsa neytrofil chaqiradi. Demak, shular bo'lsa nima bo'ladi? Neytrofillar o'sha joyga chaqiriladi va yig'ilish yuzaga keladi. Endi o'z navbatda 5-6 tadan ko'p segmentli neytrofillar bo'lib ketadi. Qachon? Vitamin B12 yoki folat yetishmovchiligida. Nimaga deydigansiz? Mana bunday neytrofillar normada. Endi bu birinchi suyak ko'magida hosil bo'lganda mana bunday edi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti deydi. Bu endi mana qonga chiqib turib 3 tali segment hosil qilyapti. Endi shu bo'linishga nima kerak? DNK kerak. DNK tagida nima bor? Nukleotidlar bor. Xuddi shular bo'linishi vitamin B12 bilan vitamin B9 folat kerak. Shu bo'linolmay qoldi bu yerda. Natijada hammasi chiqadi. Ya'ni qonda endi nima bo'ladi? Segmentni 1, 2, 3, 4, 5, 6 yoki undan ko'p segmentli neytrofillar ko'rishimiz mumkin. Qachonsa vitamin B12 va folat yetishmovchiligida. Yaxshi. Endi leukoerythroplastic reaction. Leukosit erythroblastik demak eritrositlarda reaksiyasi. Bu degan nima degani esa o'z navbatda voyaga yetmagan RBC'lar ham, ya'ni retikulosit mana bo'lishi mumkin. Yoki erythroblast, blast bo'lmaydi. Bu ko'proq o'smada bo'ladi. Demak, retikulosit yoki voyaga yetmagan RBC'lar ham ko'payadi, plus leykositlar ham ko'payadi. Ya'ni neytrofil bandlar ko'payapti, plus ham voyaga yetmagan RBC'lar ko'payapti. Bu ko'proq nimada bo'ladi degansiz, masalan, myelofibrosis yoki turli xil o'smalar metastazda, ya'ni suyak ko'magi buziladi. Qanday desa bo'ladi? Keldi, shuni biroz siz tushuntiraman. Demak, suyagimiz ham o'xshamadi-ku. Tom Jerry Etiopiya tekkan suyak qana bo'ladi. Mana shu. Shu suyakning ichida tasavvur qilinglar. Mana bu joyda eritrosit, leukosit hammasi voyaga yetyapti. Megakariosit. Endi mana bu joyda to'siq bor. Bu to'siq nima qiladi deysiz? Mana bu faqatgina voyaga yetganing, tayyor bo'lganing bu yoqqa chiqdi. Bu yoqdan qonga chiqib ketadi. Endi xuddi shu to'siqda masalan o'smada myelofibroza buziladi. Bu buzilgandan keyin yoki o'sma metastazlarda voyaga yetmagan bu tomon voyaga yetmagandi. Endi yoshida katta voyaga yetgan deylik. Endi mana yoshlar shunday o'tib ketadi. Ham eritrositlar voyaga yetmagan, ham nima neytrofil voyaga yetmagan qonga chiqib ketadi. Bu myelofibroz yoki o'smalarda bo'lishi mumkin ekan. Normada bo'lmaydi. Yaxshi.
Eritvasit. Demak, eritvasit bu sizlar juda yaxshi bilasizlar. Kislorod tashiydi to'qimalarga o'z navbatida hamda karbonatni bitta o'pkaga. Demak, to'qima kislorodda bor, karbonatni bitta o'pkaga olib keladi. Demak, A nukleotid, A inkoy, demak yadrosiz. Yadroga hamda uning organellariga ega emas. Ikki tomoni botiq. Buni yaxshi bilasizlar. Katta surface'ga ega, ya'ni ikki tomoni botiq bo'lganda ma'no nima deysiz? Mana bunday. Bu yuzani kattalashtirish. Shuni hisobi ikki tomoni botiq bo'ladi. Demak, bu botiq bo'lmagan holatlar ham mavjud. Sferositozis bo'lmasalar absiylanuvchi. Demak, normada ikki tomoni botiq bo'lgan hujayralar ekan. Demak, 120 kun yashashi, buni yaxshi bilasizlar. Sog'lom odamlarda yangi tug'ilgan chaqaloqda, neonatlarda, ya'ni neonates, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 60 kundan 90 kungacha ekan. Energiyani glyukozadan oladi. 90% glikolizisdan oladi hamda HMP shunt bor. Buni tepada sxemalarimizda gaplashganmiz. Bioximiya darslarini ko'rasizlar. HMP shunt. Demak, bizda asosiysi glyukozani glikoliz parchalashdan olamiz. Bunda nimaga deydigan so'z navbatda mitoxondriya yo'q. Demak, Krebsliklar kechmaydi. Bunda faqat glyukozani glikoliz qilib olamiz energiyani. Demak, o'z navbatida xlor hamda gidrokarbonat antipor bor. Membranasida, yadrosi emas, membranasida yadrosi yo'q dedik-ku. Buni ham tepada kislorod tashlashdan video darsi bor, unda ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni xlor kirganda gidrokarbonat chiqadi, gidrokarbonat kirganda xlor chiqadi. Pastki gidrokarbonat tashish uchun, ya'ni karbonat angidrid gidrokarbonat formasida tashish uchun. Buni ham tepada video darsimiz bor. Demak, eritro qizil sitin hujayra degan ma'no bilan eritrositozis. Bu polistemiya degan ma'no bilan bir xil, ya'ni gematokrit ortadi. Qizil qon hujayralarini ko'payib ketishi. Bu eritrositozis deydi. Polistemiya desa ham bo'laver ekan. Demak, endi bizda holatlar bor. Mikroskop vosita ko'rganimizda anizositozis deydi. Ya'ni shakli debman. Hajmi har xil bo'lib ketadi. Ya'ni normada 80 bilan 100 femtolitr bo'lsa, endi shundan katta bo'lib ketsa makrositoz, kichik bo'lsa mikrositoz. Demak, bu hajmini desak bo'larkan, size, razmerini da. Poykilasitoz bo'lgan so'ng shakli har xil bo'ladi. Masalan, o'roqsimon bo'lishi mumkin, sferasimon bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam kesilgan, ko'z yoshsimon. Demak, bu poykilasitozis. Demak, shakli har xil bo'ladi. Misol uchun, o'roqsimon bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam sferositoz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam yana nima bo'lishi mumkin? Sferositoz, o'roqsimon yoki bazofilik stepling bo'ladi. Beta talsimet, target silma o'rtasida yana turli xil shakllar paydo bo'lishi mumkin ekan. Demak, shu. Demak, voyaga yetmagan eritrositni bitta tepada suyak ko'miydi. Bu retikulosit ekan. Normada 2%. Buni aytganmidim, yo'qmidim bilmadim. 2%gacha normada. Men voyaga yetmagan RBC. Bu o'z navbatida eritrositlarni ko'payishini namoyon qiladi, bildiradi. Ya'ni eritrositlar 120 kun bittasi emas, bittasi retikulosit qizil qon hujayralarini hosil qilib beradi. Demak, voyaga yetmagan eritrosit o'z navbatida ko'kimtir bo'ladi. Polixromaziya deydi, ya'ni ko'kimtir bo'ladi gemzostenda. Nimaga voyaga yetmaganda bu ko'kroq bo'ladi-yu, normalis qizil bo'ladi deysiz? Chunki voyaga yetmaganda o'z navbatida qoldiq sifatida ribosomal RNK bo'ladi. Shuning uchun bu ko'kimtir rangni beradi. Yaxshi. Demak, shu joyda bitta tanaffus qilamiz va keyingi qismlarda trombosit, monostitlarda gaplashamiz. Video dars ko'payib ketmasligi uchun shuning uchun bo'lib olishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.